Assalomu alaykum. R dasturlashtirilgan sintaksisi, o'zgaruvchilar va ma'lumot turlarini ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda menga mana qidiruv joyidan cmd deb yozaman. Mana shu cmdni men bosh sahifaga chiqarib olishim kerak. Buning uchun open file locationga kiraman. Mana open file locationdan buni bosh sahifaga chiqarib olaman. Demak, show more propertiesga kiramiz. Send to desktop yarlik yaratib oldim. Va R'ni ham topib olaman yoki RStudioni desak ham bo'ladi. RStudioni olib olamiz. RStudioni ham bosh sahifaga chiqarib olishim kerak. Buning uchun open file location qilaman. RStudioni ham bosh sahifaga chiqarib olaman. Birinchi command promptdan, ya'ni cmddan boshlaymiz. R'ni sintaksini ko'rib chiqamiz. O'tgan darsda men R'ni qanaqa qilib environmentga qo'shishni ko'rsatgandim. cmdda mana R katta R harfini yozib enterni bosadigan bo'lsak, mana R version R haqidagi ma'lumot ishlab turibdi. Demoni bossak deyapti. Demolar chiqib keladi. Helpni bossa help chiqadi. Help.startni bossa HTML brauzerda interaktiv help chiqadi deyapti. Qni tanlasa chiqib ketadi deyapti. Keling, demo deymiz. Mana bu ko'rinishda yozadigan bo'lsak, mana bizada R ochildi. R'da demo is package based degan nimalar borligini, qanaqa packagelar nimalar qilishini ko'rsatib o'tgan. Biz bu yerdan kodni yozamiz. Birinchi navbatda qanaqa qilib ma'lumotni chop qilsa bo'ladi. Oddiygina print orqali salom dunyo deb yozamiz. Qo'sh tirnoq bilan yopamiz, qavsni ham yopamiz, eslab qolamiz. Demak, salom dunyo degan yozuv chiqdi. Shunchaki buni qo'sh tirnoqda ishda ham salom dunyo desak ham bo'ladi. Mana bu ko'rinishda ham chiqadi. Endi matematik amallar, sonlarni chiqarmoqchimiz. Hammasi mana shu yerda chiqadi. Mana 125, 12 ko'paytirilgan 3 desak ham, mana enterni bossak 36 ligi kelib chiqadi. Xo'p, bu yerda biza faqat biror bir amallarni bajarib ko'rsak bo'ladi yoki kodlarimizni ishga tushirsak bo'ladi. Lekin fayllarni biz saqlab qo'ya olmaymiz. Shuning uchun biz RStudiodan foydalanamiz. Xo'p, RStudiodan foydalanish uchun mana RStudioga kira olaman. RStudioni interfeysi bilan ham tanishib ko'ramiz. Xuddi boyagi command promptga o'xshab mana bu yerda ham yozsak bo'ladi. Demak, qaytaramiz. Print salom dunyo. Enterni bosadigan bo'lsak, mana bu yerda salom dunyo degan yozuv chiqadi. Xo'p, endi biz nima qilsak bo'ladi? Bitta proyekt papka ochib olib, o'shaning ichida kodlarimizni yozib borishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun men oldindan R degan papka ichida tutorials deb ochib qo'ydim. Demak, mana bu yerda men Xo'p, R create project qilsam bo'ladi. Create project qilsam, menda fayllarim, ma'lumotlarim hammasi o'shaning ichida saqlanadi. Demak, exciting directory tanlaymiz. Mana browser orqali biza ko'rsatib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana tutorialni ko'rsatib oldim. Create project deyman. Mana yangi proyekt yaratdik. Endi faylsni ko'radigan bo'lsak, o'zi mana bu yerda qaysi papkani ichida turganimizni ko'rsatadi. Files ichida. Biz orqaga qaytishimiz mumkin. Masalan, tutorialga qaytib kiraman. Ba'zi holatda biz R'ni o'zini ochganimizda bizda C diskini ko'rsatishi mumkin. Demak, tekshirib ko'ramiz. Mana R ochildi. Filesga kiradigan bo'lsak, mana C diskda user qismi turibdi. Document. Endi bundan chiqib ketaveraman. Bu yerdan xohlasak folder yaratishimiz mumkin. Misol uchun data degan qanaqadir datalarimiz bo'lishi mumkin. Mana data degan papka yaratdik. Fayl yaratishimiz mumkin. R script, R markdown va bir qancha fayl kengaytmalari bor. Biz bu yerdan R script yaratib olamiz. Misol uchun basic.r mana OK ni bosadigan bo'lsak, basic R bu yerda ochildi. Undan tashqari biz xuddi shu ishni mana bu yerda ham R script deb ochsak bo'lardi.
Endi bu yerda biza xuddi shunaqa boyagidek print salom dunyo deb yozishimiz mumkin va mana shu qatorni tanlab turib rang knopkasini bossak pastda mana chiqarib beradi. Hop, bu yerda mana bu orqali tozalab olsak bo'ladi. Xohlasak buni mana pastga tushirib qo'ysak bo'ladi, xohlasak chiqarsak bo'ladi. Endi environmentlar bu yerda environment oynasi bor, buni hozir ko'rib chiqamiz. Biza hozir files bilan mana basic air faylimizda ko'rib turibmiz. Saqlanib qilsam bu saqlanib bo'ladi va bu yerda ham mana basic paydo bo'ldi. Buni biza openviz qilib notepadda yoki VS Code'da ochib ko'rsak bo'ladi. Mana bu ko'rinishda yozilgan ekan. Biza bu yerda ham yozsak bo'ladi, bu yerda ham, faqat bu yerda fayl ko'rinishida buni run qilsak pastda rezultat chiqadi. Endi biza kodimizda faylimizda izoh, ya'ni komment yozsak bo'ladi. Komment yozganimiz bu ishga tushmaydi, o'zimiz uchun eslatma desak ham bo'ladi. Shuning uchun men tepadan rishotka bilan komment yozaman. Chop etish dedim. Oddiygina chop etdik. Mana buni run qiladigan bo'lsam, chop etishni shunchaki ko'rsatdi, lekin kod sifatida hech narsa chiqmaydi. Xo'p, endi biz o'zgaruvchi degan tushunchani ko'rishimiz kerak. O'zgaruvchi. Demak, o'zgaruvchi bu variable deyiladi ingliz tilida. O'zgaruvchiga biz qanaqa bo'ladi? O'zgaruvchining nomi bo'ladi va uni qiymati bo'ladi. Masalan, deylik, xo'p, ismim deyman. Mana ismim. Bu yerda mana bu strelka belgisi va chiziqcha bilan men ismimni yozishim kerak. Ismim matn ko'rinishida bo'lgani uchun, tekst ko'rinishida bo'lgani uchun ikkitali qo'sh tirnoqni ichiga yozaman. Demak, Baxtiyor. Mana buni run knopkasini bosaman yana. Bu hozircha kodimizda o'zi mana shu ishga tushdi deyapti. Buni biz endi print qilib ismim deb yozsam bo'ladi va run knopkasini bossam mana Baxtiyor bo'lib tushdi. Endi misol uchun yer deyman 2025, ya'ni bu yerda yer degan o'zgaruvchi nomi, qiymati 2025. Ctrl Enter'ni bossam run bo'ladi. Mana yerni oldi bizga. Endi print yer deyman, Ctrl Enter. Mana yer bizada chiqdi. Endi e'tibor beramiz environment qismida. Mana bu yerda ismim, karakter, length bar, 1 bit, value Baxtiyor. Yerda ham xuddi shunaqa. Sizlarda agar bu list ko'rinishida bo'lsa chiqmasligi mumkin. Mana bu yerdan grid ko'rinishiga o'tkazib olasizlar. Demak, R'dagi o'zgaruvchilar nomi, turi, uzunligi qancha? Uzunligi 1 deganda bular bir o'lchovliligi nazarda tutilgan. Size biz bilamiz, hajmi. Bu qancha ko'p bo'lsa hajmi oshib boraveradi va valuesi bor ekan. Bu o'zgaruvchi, demak, turi. Xuddi shunaqa o'zgaruvchining turi bor. Demak, kommentga olaman. Birinchisi, demak, karakter yoki string. String dedim. Demak, o'zgaruvchi, yangi o'zgaruvchi yarataman. Demak, masalan, country O'zbekiston deyman. Ctrl Enter'ni bossam mana country qo'shildi, O'zbekiston ekan. Xuddi shunaqa biz buni print qilsak bo'ladi va mana bu yerda ham country deb yozadigan bo'lsak, shu yerda ham chiqarib beradi. Demak, character stringni ko'rdik. Demak, buni 1 deyman. Ikkinchisi, demak, rishotka bilan biz nomerligini ko'rsatamiz. Bu yerda misol uchun yer dedik. 2025. Ko'radigan bo'lsak, numerik turibdi. Xo'p, yana bizda qanaqa bor? Endi bizda yana bitta muammo bor, shuni ko'rib o'tamiz. Misol uchun area bo'ladi. Areani teng deymiz 25/6. Area ham numerik bo'lib turibdi. Bu ham numerik. Shu holatda Pythonda integer degan tushuncha bor. U qanaqa bo'ladi? Oxirida katta L ni yozib qo'ysa integer deb, mana integer deb ko'rsatadi.
Hop, pastdan yozamiz buni ham. Demak, bu integer dedik bu yerda. Hop. Demak, ikkinchisi integer edi. Uchinchisi numerik bo'ldi. Endi to'rtinchisini ko'ramiz. To'rtinchisi bizda qanaqa bo'ladi? Men sinov uchun aytaman. Demak, result teng 1 plus 3i kompleks sonlar. Demak, mana bu yerda plus bo'ladi, ana bu yerda bu ko'rinishda bo'ladi. Demak, buni run qilamiz. Run qiladigan bo'lsak, bizda result kompleks dedi. Demak, kompleks ham ishlatiladi, chunki R dasturlashtirilib matematika uchun juda qo'l keladi. Kompleks sonlar bilan ishlash ham bor. Demak, buni kompleks deb ataymiz. Pastdan yana biz yozishni boshlaymiz. Demak, shunaqa vaziyatlar keladi. True yoki false ligini, ya'ni mantiq operatorlarini ko'rsatish kerak bo'ladi. Uni qanaqa ko'rsatiladi? Demak, bu yerda 5 deyman. Masalan, is student. Is student o'zgaruvchisiga biz katta harflarda false deb qo'yamiz. Ishga tushiradigan bo'lsak, is student logical, ya'ni boolean bo'lgan, men logical deb yozib qo'yaman uni. Demak, bu false yoki true qaytarishi mumkin. Yana bitta o'zgaruvchi olamiz. Misol uchun is married. Ya'ni o'zgaruvchi deyapman, xohlasanglar buni o'zbek tilida, ingliz tilida yozishinglar mumkin. Masalan, true deyman. Ya'ni uylanganmi? Ha. True bo'ldi. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Bu o'zgaruvchilar ko'rib o'tdik, boshlang'ich ma'lumot turlari edi. Endi shu ma'lumot turlarini bir vaqtda qanaqa qilib ishlatsa bo'ladi? Misol uchun, print orqali men country'ni chiqara olaman. Mana country'ni chiqardim. Endi country'ni yoniga men yearni ham chiqarishim kerak. Uning uchun men paste'dan foydalanaman, ya'ni country virgul bu yerda year deyman. Mana O'zbekiston 2025 dedi, ya'ni qo'shib chiqarish uchun. Shu holatda masalan men paste deb bu yerda yil, mana o'zgaruvchi yo'q edi bu yerda. O'zgaruvchini o'zimiz qiymat qo'ydik. Virgul qo'yib year desak bo'ladi. Mana yil 2025 deb ko'rsatib berdik. Endi o'zgaruvchilarga nomlarni qanaqa qo'ysa bo'ladi? Demak, o'zgaruvchilarning nomlarini ko'ramiz. Xo'p, nom tanlash, xohlagan nomlaringni bersanglar bo'ladi. Masalan, men ismim deb yozdim, xohlasanglar ismi deb qiymatni tenglab ketsanglar bo'ladi mana bu yerda. Endi shu holatda shunaqa joy bor. Pustoy qoldirib ketdim. Misol uchun tug'ilgan kuni, tug'ilgan yili. Shu holatda masalan mana bu ko'rinishda yoza olmaymiz. Birinchi muammo, qo'sh tirnoq qo'ya olmaymiz. Ikkinchi muammo, orasini ochib qo'ymaymiz. Pastcha bilan yoki probelni olib tashlaganimiz yaxshi. Misol uchun tug'ilgan yili ko'radigan bo'lsak, mana tug'ilgan yili numerik bo'lib saqlandi. O'zgaruvchiga xuddi shunaqa orasida bo'sh joy qoldirmaymiz. O harfidagi qo'sh tirnoq har xil simvollar qo'yish mumkin emas va raqam bilan boshlanishi mumkin emas. Shuni yodda saqlashimiz kerak bo'ladi. Endi biror o'zgaruvchiga raqam kiritamiz. Misol uchun A soni 15 ga teng, B soni 25 ga. Xo'p, mantiqiy operatorlar dedik. Mantiqiy operatorlarda biz nima qilsak bo'ladi? Misol uchun print deyman, A katta B'danmi? Agar A rostdan B'dan katta bo'lsa, demak true qaytaradi. Agar teskarisi bo'lsa false qaytaradi. Mana false qaytardi. Endi
print qilib turib biza a plus b desak bo'ladi. Mana a plus b ni qiymatini ko'rsatib beradi. Xuddi shunaqa qo'shish, masalan, ayirish, ko'paytirish amallarni bajarsa bo'ladi. Va bo'luv belgisi ham bor. Mana 0,6 ga tengligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi ikkalasini biza tekshirib ko'rdik. Mana true false qaytardi bu yerda. Endi shart qo'yamiz. Agar deymiz if bilan yoziladi. Dumaloq qavs va jingalak qavs. Endi bu yerda qavs ishda shart bo'ladi. Masalan, a katta b dan bo'lsa, mana bu yerda qiymat qaytish kerak. Va else qismida bu yerda aks holda. Demak, agar katta bo'lsa print deyman. A katta b dan deyman. Agar teskari bo'lsa, men bu yerda a kichik b dan deyman. Endi shu joyda mana buni tanlab turib rang knopkasini bossak, mana a kichik b dan deb ko'rsatib berdi. Bu shart operatori edi. Boshlang'ichda ko'rib o'tganmiz shart operatorini. Endi bizada xuddi shunaqa mana a bilan b o'zgaruvchi bor. Ikkalasini yig'indisini bitta o'zgaruvchiga olsak bo'ladi. Misol uchun add result deb qo'yaman, ya'ni qo'shilgandagi result. Bu yerda a plus b deyman. Endi mana bu yerda add result turibdi, numerik turibdi, bitta ko'rsatib qo'yilgan. Demak, buni print qilib ko'rsak bo'ladi. Add result dedi. Mana 40 chiqdi. Bizda hozir eng kerakli ma'lumotlarni ko'rib chiqdik boshlovchilar uchun. Buni ko'rib, bajarib o'rganish kerak. Endi men buni saqlanib qilib qo'yaman. Har safar buni saqlanib qilishim kerak bo'ladi. Va bu yerdan chiqib ketaman. Sessiyani saqlash kerakmi deyapti. Save deyman. Mana saqlandi. Endi men xohlagan paytda mana tutorials bosib ichiga kirib ketsam bo'ladi. Tekshirib ko'ramiz. Mana xuddi o'sha kodlarimiz turibdi. Mana variablelar turibdi. Endi misol uchun keyingi darslarda biz qanaqa qilib ishlasak bo'ladi? Yangi fayl yaratib, mana bu yerda fayl deyman, R-script. Misol uchun faylning nomini data structure deb nomlayman. Mana OK ni bosaman. Endi bu mana data structure bo'ldi. Bunga o'tsam ham bo'ladi, bunga o'tsam ham bo'ladi. Buni pastga tushirib qo'ysam bo'lar ekan. Buni ham xohlasanglar pastga tushirib qo'ysanglar bo'ladi. Shularni esda saqlaylar. Hozircha biz files ko'rdik, environmentsda fayl yaratib kod yozishdi va terminalni ko'rdik. Buni har doimgidek saqlanib qilib chiqib ketamiz.